Kuchli stress vaziyatlarida inson miyasi ko'proq ishlaydi. Siz yangi yechimlar topasiz, moslashasiz, o'rganasiz. Aynan stress ostida odamlar eng katta ixtirolarni qilgan. Yodingizda tuting, o'sish qulaylik zonasida emas. Imtihon oldidan his qilinayotgan stress sizni tayyorlanishga majbur qiladi. Muddat yaqinlashganida his qilinadigan bosim ishni oxirigacha yetkazishga yordam beradi. Harakatlar ortida ko'pincha stress yotadi. Organizmimiz stress orqali bizga bir narsa noto'g'ri, ehtiyot bo'l yoki bu juda muhim deya signal yuboradi. Bu signalni to'g'ri o'qisangiz, siz o'zingizni nazorat qila olasiz. Qisqa muddatli stress organizmimizga foydali bo'lishi mumkin. Bu immun tizimini faollashtiradi, aynan tanani hushyor holatda ushlab turadi. Shunchaki stressdan qochmang, uni boshqaring, uni do'stingizga aylantiring. Chunki stress bu sizni kuchliroq qiladigan tabiiy kuchdir. Agar bu video sizga nimadir bergan bo'lsa, like bosing. Obuna bo'ling va sharhlarda o'zingiz qanday stressga bardosh berganingizni yozib qoldiring. Yodingizda bo'lsin, siz kuchliroqsiz, faqat stressni to'g'ri tushunishni o'rganing.